Hozir mana postoperatsiya patsientkamiz. Hozir sizlarga отзыв beradilar. Birinchi sutka postoperatsiya mana hamma og'ridi. Operatsiyani ham ko'rsatamiz. Operatsiyadan keyin ham mana отзыв. Assalomu alaykum. Anchadan beri shu operatsiyadan qo'rqardim. Mana necha yillik bu dard menda. Qiyin edi. O'sha ikkinchi farzandim tug'ilgandan beri boshlangan. Har xil o'sha nima edi? Diskomfortlar. Lekin qo'rquv bor edi. Voy og'riydi, voy shunaqa deb. Lekin musiqalar bilan kayfiyatim ko'tarilib, nima bo'lganini ham nima qilmadim. Ozgina paytda o'zida bo'ldi, bitta dedilar, tugadi dedilar, voy deb qoldim. O'yin kulgi bilan bir chiroyli o'tdi. Operatsiya payti juda ham xursandman, chunki shokda keluvdim-da, voy bu jiddiy, bu qo'rquv kuchli edi, juda ham jiddiy deb. Lekin shu narsani ko'rdimki, o'sha yerda o'zida menda psixologik boshqacha bir bo'ldi. Shu insonga ishondim, shu insonni yaxshi ko'rdim. O'z Instagramda yaxshi ko'rib kelgan edim. Shunaqa bir nurli opani ko'ribdi, voy shu opaga boraman faqat dedim. Ichimdagi o'sha ishonchlarim oqlandi. Mana bir kun o'tdi. Maza qilib yotibman. Og'riqlar yo'q-a? Uncha. Endi og'riq yo'q emas-da, ozgina bo'lganda. Endi обезболивающий qilishdi-da. Bu chidasa bo'ladi. Chidasi bo'ladi. Обезболивающий bilan hozir shunaqa zamonku, обезболивающий bilan unaqa bir sezilmaydi. Masalan, menga unaqa o'ylaganimdagi nima bo'lmadi. Qo'rqinchli emas ekan. Qo'rqinchli emas ekan. Rahmat, sog' bo'ling, xursandman yordam berganimdan.